Qovoq yemaydigan farzandlarimga qovoqni yedirishni o'rgandim. Qanaqa qilib deysizmi? Bulochka qilib yedirishni o'rgandim. Azuchka qilayotgan paytim farzandlarim kelib shokda. Qatida buni qovoq bor deb hayratlanishyapti. Bulochkamizni tayyorlashni boshlaymiz. Sutimizni ilitib olamiz. Unga shakar, tuz, qovoq pyuresi va eritilgan sariyog'ni solib, yaxshilab vinchik yordamida aralashtiramiz. Aralashib bir xil bo'lib ketgan masaga unni xamir qoramiz. Xamirimizni bo'lsa 1 soatga oshirishga issiq joyga qo'yib qo'yamiz. Xamirlarimizni 12 zvolechaga bo'lib olib, sekin yoyamiz. Ichiga xohishga ko'ra nachinka solasizlar, mashqalatni nachinka soldim. Zvolechalarimizni yana yaxshilab dumdumaloq qilib olib, xuddi videoda ko'rsatilgandek tayyorlab qo'yilgan ipimizga bog'lab chiqamiz. Zvolechalarimizni xuddi shunaqa ketma-ketlikda tayyorlab olamiz va listga terib 10 minutga xona haroratiga oshirishga qo'yib qo'yamiz. Oshgan bulochkalarimizni ustiga tuxum surib 180 gradusda qizib turgan duxovka 20-25 daqiqaga yuboramiz. Chiqqan bulochkalarimizni issiqligida iplaridan yechib olamiz va issiq bulochkamizga eritilgan sariyog'ni suramiz va shakar bilan koritsa aralashmasiga botirib olib dasturxonga tortiq qilamiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Qovoqni umuman yemaydigan farzandlaringiz bu bulochkani qanaqa qilib tugatib qo'yishganini bilmay qolishadi.